Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqich birinchi turida Kolumbiyaga qarshi maydonga tushib 3-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Terma jamoamizning yagona va mundiallardagi ilk goliga Abbosbek Fayzullayev mualliflik qildi. Uchrashuvdan keyin tashkil etilgan matbuot anjumanida terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro quyidagi fikrlarni bildirdi. O'yin qiziqarli o'tdi. Ikkinchi bo'limda biz o'yinni o'zgartirishga erishdik. Chap qanotdan imkoniyatlar yaratdik. O'yin nazoratini o'z qo'limizga olishga harakat qildik. Avvalambor biz O'zbekistonni butun dunyoga ijobiy namoyish etish uchun bu yerga keldik. Men doim jamoamga o'yin davomida faol harakat qilish kerakligini aytib kelaman. Kolumbiya singari jamoalarga qarshi o'ynash, to'psiz harakat qilish oson emas. Umuman olganda ikkinchi bo'limda yaxshi harakat qildik, biroq afsuski gol o'tkazib yubordik. Biz bu stadionda o'tgan ushbu o'yinni eslab qolamiz, chunki bu tarixiy o'yin. Biz jahon chempionatidamiz. Bugungi o'yin biz uchun yaxshi bo'ldi deb ayta olaman. Xatolar bo'ldi, ammo ular ustida ishlaymiz. Futbolchilarimdan g'ururlanaman. Ular yaxshi o'ynashdi. Bugun qiyin o'yin bo'ldi. Bunday stadionda muxlislar qarshisida o'ynash oson emas. Lekin bu sizga ko'proq motivatsiya berishi ham mumkin, dedi Fabio Cannavaro. Shuningdek, uchrashuv davomida zaxiradan maydonga tushgan hujumchi Azizbek Omonov ham o'z fikrlarini bildirdi. Avvalambor assalomu alaykum. O'yinning birinchi bo'limida biz raqibga moslashib oldik. Yigitlar ikkinchi bo'limda o'zlariga ancha ishonib maydonga tushishdi. Ikkinchi bo'limda biz tengma-teng harakat qildik. Ba'zi bir jabhalarda esa ulardan ustunroq ham edik. Xudo xohlasa keyingi o'yinlarda vaziyatni yaxshilashga harakat qilamiz. Raqiblarimiz safida Dias va Xames ancha yaxshi harakat qildi. Ular bizni ancha qiynab qo'yishdi. Aynan ular bugungi o'yinda ko'p narsani hal qilishdi. Har bir uchrashuvning o'ziga yarasha murakkabligi bor, dedi Azizbek Omonov.